Hi guys, qalaysizlar? Qaranglar, bugun sizlar bilan va'da zamonida o'tamiz. Okay? Hozir buni. Xullas qaranglar. Inglizda va'da zamoni bor. Bomba zamon. Siz kimgadir va'da berasiz-ku, o'shanda va'dani hidini, ta'mini berishni istaysiz. Mana zamonda ishlatishingiz kerak. Buni otini future simple deb atashadi. Ya'ni future simple kelajak zamoni degani. Mana kelajak zamoni va'da zamoni bilan bo'lib keladi. Siz kelajakda qiladigan ishingizga va'da berasiz, to'g'rimi? Future simple bo'ladi. Qaranglar, formula oddiy. Subject plus will plus verb. Qaranglar, subject bu I, you, is, he, she'lar. Kelishdiga. Verb bu ish harakatlar, yugurmoq, bormoq, mana will bor-ku, mana u. Mana shu will kelasi zamon, ya'ni va'dani ta'mini beradi, okay? Shu will qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. I will run. Men yuguraman degan. Okay? Men yuguraman deb va'da beryapman kimgadir. Men hozir yuguraman. Okay? Kelishdiga qarab turing. Va'dani hidini beruvchi mana shu will ishlatsangiz bo'ldi ekan. Kelishdiga. Misol siz aytasiz-ku, I will pay you. Senga to'layman deysiz-ku, va'da berasiz-ku, o'shani ishlatasiz. Endi qarang. Shuni will oldinga shuni chiqarib qo'ying. I'dan oldinga chiqarib qo'ying. Will you marry me degan narsa bor. Will you marry me? Menga turmushga chiqasanmi deb so'raysiz-ku. Kimnidir va'dasini olgani ham shu zamon ishlatar ekansiz. Kelishdiga oddiy va'da zamonining formula yozing, bugun ishlatib ketaver. Sog' bo'ling.